Habibi, shukran Habibi. Al-ahlin bahlin. Men bekorga o'rtoqlar Dubaycha gapirmayman, arabcha. Chunki bugun obzorimizda dubayskiy shokoladlar. Mana 1, 2, 3, 4, 5. Buni kichkinasidan ham bor, har xildan bor o'rtoqlar. Men bugun shunchaki aytmoqchi emasman. Ochib, yeb, odamlarga yedirib, realni odzivini olamiz. Qaysini ochay aka? Shunimi? Yangisimi bu? Yangisi. O'rtoqlar, kichkinasini ham olishim yo'q. Buni qarang, kattasini olaman. Faqat bu qanday ochilishini men bilmayman. Men qishloqdan-ku. Bismillah. Mana o'rtoqlar. Shokolade. Ochig'i bor ekan bu yerda. Ha, men yangi ochdim. Pullar hech shikolat ochmagan, faqat pul sanagan. Ya. İpi. Aka ocholmasam bo'lar. Ya, ochadi, bacha ochadi. Ana bu skotchasi bor ekan, ko'rmanman-da. Mana. Mana men nimasi bor ekanda? Blomba deydimi, plomba deydimi, shunaqa narsasi bor ekan, men yirtdim mana. Ana endi buni ichini ko'ramiz. Oh, mana o'rtoqlar, mana. Yeb ko'raymi-da? Bismillah. Habibi, shukran.